Ko'chada bir chol tuxum sotayotgan edi. Bir ayol mashinasidan tushib unga yaqinlashdi va so'radi: "Bitta tuxum nechi pul?" Chol javob berdi: "Har bitta tuxum 50 sentdan qizim." Ayol dedi: "6 ta tuxumni $2.50 bersangiz olaman, bo'lmasa ketaman." Chol aytdi: "Qizim, qaysi narxda olsang ham xursandman. Bugun bir dona ham tuxum sota olmadim. Axir men ham yashashim kerak." Ayol tuxumlarni bu narxda sotib oldi va o'zini g'alaba qilgandek his qilib ketdi. Qimmat mashinasiga chiqib dugonasi bilan hashamatli restoran tomon yo'l oldi. U yerda ular xohlagan taomlarni buyurtma qilishdi, biroz yeyishdi va ko'pini ortiqcha qoldirishdi. Restoran uchun hisob $400 bo'ldi. Ayol dugonasi bilan $500 to'lashdi va restoran egasiga ortgan pulni choychaqa qilib saqlab qolishni aytishdi. Bu voqea hashamatli restoran egasi uchun odatiy holatdek ko'rinishi mumkin, lekin tuxum sotayotgan chol uchun adolatsizlik. Gap shundaki, nega biz kambag'allardan sotib olayotganda tejamkor bo'lib ko'rinishga harakat qilamiz va nega bizni yordamimiz kerak bo'lmagan odamlarga saxiylik qilamiz? Bu haqda bir o'ylab ko'ring. Agar videodagi fikr sizga yoqqan bo'lsa, videoni 3 ta eng yaqin tanishingiz bilan ulashing.